Keyin lashkarlar Hazreti Aysoni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirib, butun lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular Hazreti Aysoni yalang'ochlab, puchisiga shahona so'sun rangli to'n kiydirishdi. Tikan shoxlarini o'rib bir toj yasab, beshiga kiydirdi va o'ng qo'liga bir qo'mushni tutqizdi. Ondan uning oldiga tizilib, "Yoshsun, Yahudiylarning podshohi!" deb mazaq qilishdi. Uningga tükürishdi. Qo'mushni ilib, uning beshiga urishdi. Uni mana shundoq mazaq qilgandan keyin to'nni soldirib, puchisiga o'z kiyimlarini kiydirdi va kresga mixlash uchun elib minishdi. Ular tashqariga chiqqanda Kirini shaharlik Simon ismli bir kishini uchirtib, Hazreti Ayso yutib mangan kresni uningga majburiy ko'targizdi. Ular Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga kelganda, Hazreti Aysoga ichish uchun dori aralashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti Ayso uni tetib ko'rib, ishkili unimidi. Lashkarlar Hazreti Aysoni kresga mixlagandan keyin kak tashlashib, kiyimlarini bo'lishib oldi. Ondan keyin u yerda o'tirib navbatchilik qildi. Ular Hazreti Aysoning beshining yuqori tarafiga bu Yahudiylarning podshohi Ayso deb yozilgan bir gunoh taxtasini osdi. Hazreti Aysodan boshqa ikki qaroqchimi kresga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri so'l yendiki kresda edi. U yerdan o'tganlar boshlarini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonani buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Endi o'zingni qutqizg'ina. Xudoning o'g'li bo'lsang, kresdan tushib boqqin." deydi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollarmi uni shundoq maskara qilib, boshqalarni qutqizib ekan, o'zini qutqiza olmadi. Isroillarning podshohiymish texi. Endi kresdan tushib boqsin-ku, ondan uningga e'tiqod qilayli. O, Xudoga shiratdi. Xudo uni azizlasa, qutqizib boqmasinmi? Chunki u men Xudoning o'g'li degan edi. deydi. Hazreti Ayso bilan billa kresga mixlangan qaroqchilarmi uni shundoq haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12 dan soat 3gacha butun zaminni qorong'ulik bosdi. Soat 3larda Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan Yeli, lama shavaqtani, ya'ni Xudoyim, meni nemishib tashlab etding, deb vaqirdi. U yerda turganlarning ba'zilari buni xato anglab, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti, deydi. Ularning ichidan biraylan darhol yugurib berib, bir parcha bulutni akeldi. Ondan uni arzon uzum sharobiga chilab, qo'mushning uchiga bog'lab, Hazreti Aysoga ishkizmoqchi bo'ldi. Boshqalar, to'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni qutqizib qolarmikin, deydi. Hazreti Ayso qattiq ovoz bilan yana bir vaqirdi-da, jon berdi.
Şu vaqtda Merkezi ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga ikki parcha bo'lib yirtildi. Zemin silkinib, toshlar yerilib, qabrlar echildi. Hazrati Ayso tirilgandan keyin burun olamdan o'tgan bir muncha taqvodor odamlar tirildi. Ular qabrlardan chiqdi va muqaddas shahar Yerusalimga kirib, u yerda nurg'un kishilarga ko'rindi. Hazrati Aysoni ko'zat qilayotgan yuzbeshi va lashkarlar zeminning silkinishi va boshqa hodislarni ko'rib, intoyin qo'qishgan holda u haqiqatan Xudoning o'g'li ekan deyishdi. Bu yerda yana voqeani yiroqdan ko'rib turgan bir muncha ayollar bor edi. Ular Hazrati Aysoga xizmat qilish uchun Galileya o'lkasidan uningga ergishib kelgan edi. Ularning orasida Bajdallik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam, Zabadiyning o'g'illarining onasi bor edi. Kun petishga yaqin Aramatiyalik Yusuf ismli bir boy keldi. U Hazrati Aysoning shogirdlaridan edi. U vali Pilatusning oldiga berib, Hazrati Aysoning jasadini talab qildi. Pilatus jasadni uningga berishga amr qildi. Yusuf jasadni elib, pokiz kandir raxt bilan o'rab, kepallidi va uni o'zi uchun qiyoda o'ydirgan yangi qabriga qo'ydi. Ondan qabrining og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'yib, ketib qoldi. Majdallik Maryam bilan yana bir Maryam bo'lsa, u yerda qabrining uddilida o'ltirishdi. Dam ilish kunining harfisi o'tgan edi. Buning etsi oliy ruhaniylar bilan parisilar vali Pilatusning oldida jam bo'lishib, janoblari Aysoning hayot vaqtida men o'lib, 3-kuni tirilaman degani esimizda. Shuning uchun qabrni 3-kunigacha qo'g'dash uchun amr bergaysiz. Unda qilmaganda shogirdlari kelib jasadni o'g'irlab ketib, xalqqa u o'limdan tirildi deyishi mumkin. U ig'vogarchilik oldinqisidan battar bo'ladi, deyishdi. Pilatus ularga qo'g'dug'uchi lashkar elib berib, qabrini qurbonlarni yetishi qo'g'danglar, dedi. Ular lashkarlar bilan birga berib, toshni pechatlab, qabrini muhofizat ostiga oldi.